Dilafruz birinchi ish boshlagan hamkorlarimiz orasida ikkilanishlar bo'ladi. Siz ham endi ish boshlagan paytingizda, ya'ni bundan 3,5 yil oldin sizda qanaqa ikkilanish bo'lgan yoki qanaqadir qo'y shuni nima qilasan bir yig'ishtir degan holatda qanaqa qilib yengib o'tgansiz? Nimaga tayanib oldinga yana intilgansiz? Birinchidan men o'zimda shubha bo'lmagan, lekin yaqinlarimda atrofimda umuman menga nisbatan ishonchsizligimi yoki men o'zim oqlolmaganimligimi har bir ishimda hali ko'rsataman, hali isbotlayman degan maqsad bo'lgan, lekin bu narsani birinchi o'rinda meni xo'jayinim qo'llab-quvvatladilar. Rahmat, chunki har bir qadamimda ular tushkunlikka tushsam, darrov meni har taraflama ruhan yordam berib, yana ham dalda berib turardilar. Lekin yana bir narsa, o'zimga ishonchimni hech qachon so'ndirmaganman, chunki menda bu imенно o'sha inkluzga kelganimdan keyin har bir tadbir bo'lsin, o'quv, bironta mashg'ulot bo'lsin, meni umuman boshqacha shakllantirdi. Hammasiga faol ishtirok etgansiz, chunki xuddi shunday. Chunki har bir tadbir bir-biriga bog'liq. Agar bitta zanjirni nima qilmasangiz, unisi uzilib ketadi-da. O'shaning uchun qaysidir ma'lumotdan uzilib qolasiz va o'sha ma'lumotga siz tushunmay ikkinchi ma'lumotni olganingizda ulab keta olmaysiz ekan. O'shani men o'zimda sinchiklab komandamga tezroq yetkazishga harakat qilardim. Ya'ni o'qib, o'rganib, yana o'zimdan o'tkazib o'rgataman. O'sha narsani menga imенно o'sha inkluziv meni shakllantirdi shaxs sifatida.